hozirgi kunga kelib, qo'ldan qo'lga, kundan kunga o'tib, ommalashib borayotgan Yuxuaning Yashamoq romani 1992-yilda nashr etilgan bo'lib, Xitoy adabiyotining muhim asarlaridan biri hisoblanadi. Asar yoshligida oilasining boyligini qimorda yo'qotgan yigitning hayotiy qurishlari va ichki iztiroblarini tasvirlaydi. Ushbu roman muallifga xalqaro miqyosda juda katta shuhrat keltiradi. Yuxuaning Yashamoq romani insonning og'ir sinovlariga qaramay hayot uchun kurashish haqida. Asardagi eng ta'sirli joylari Fuguining qulash hikoyasi. Asosiy qahramon boy yer egasining o'g'li qimorga mukkasidan ketib, oilasining barcha boyligini yo'qotadi. Bu voqea uning hayotini butunlay tubdan o'zgartiradi va uning armiyaga tushib qolishi. Fugui majburan urushga olib ketildi va u ko'plab azoblarga duch keldi. Bu uning hayotiga va insoniyatiga bo'lgan qarashlarini o'zgartiradi. Va bu kitobda eng ta'sirli joyi bolalarning fojiali o'limi. Uning qizi ovozsiz edi va tibbiy xato tufayli vafot etadi. O'g'li esa noto'g'ri siyosiy qarorlar tufayli hayotdan ko'z yumadi. Undagi Fuguining o'g'li Yuchin Xitoydagi madaniy inqilob davrida halok bo'ladi. U maktabda o'qib yurgan paytida hukumatning qattiq siyosati tufayli bolalar va o'smirlar dalalarda majburiy mehnatga jalb qilinadi. Bir kuni Yuchin qon topshirish uchun chaqirishadi, chunki o'sha paytda tibbiy resurslar yetishmaydi. U bir necha marta ko'p qon topshirgani uchun oxir-oqibat kuchsizlanib hayotdan ko'z yumadi. Bu voqea Fuguini butunlay sindirdi, chunki Yuchin uning yagona o'g'li va oilasining so'nggi umidi edi. Ushbu fojiaviy epizod romanning eng og'ir va yurakni ezuvchi sahnalaridan biridir. Va Yuxuaning Yashamoq romanini nima uchun o'qish kerak? Roman inson chidamligi, hayotning qadriga yetish va eng qiyin sharoitlarda ham yashashga intilish haqida kuchli xabar beradi. Chunki u hayotning asl mohiyati, inson chidamligi va insoniylikning eng chuqur tomonlarini ochib beradi. Kitob haqidagi asosiy sabablarga ko'ra qimmatli. Chunki kitob insoniy tuyg'ularni, xususan sevgi, qayg'u va umidni juda realistik tarzda yetkazadi. Asr inson hayotidagi kutilmagan burilishlar, boylik va qashshoqlik, vaqt va yo'qotishlar haqida hikoya qiladi. Kitob o'quvchiga shukronalik qilish va hayotning oddiy lahzalarini qadrlashni o'rgatadi. Men o'ylaymanki, bu kitob hammaga foydali bo'ladi.